Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar, qadrli kuzatuvchilarimiz, muxlislarimiz, obunachilarimiz. Har doimgidek qayta har xil nomlar bilan aytamiz, lekin baribir kim deb atalishingizdan qat'iy nazar sizlarni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz va sizlar uchun ishlaymiz. Anchadan beri ko'rinmay qoldik, sababi qurilishlar, sababi o'qish, ish degan hammamiz ham o'zimizga yarasha yugurlarimiz, choptilarimiz bo'ladi, lekin qalbimizda, ko'nglimizda doimo sizlar bilan diydorlashish, sizlarning huzuringizga yangi bir mavzu bilan chiqish. Biz bugun shu odamlarimiz orasida ko'p jaranglaydigan, hamma zamonlarda jaranglaydigan bir yaxshi ibora haqida gaplashmoqchimiz. Adolat bormi o'zi bu dunyoda deb borishadi ko'p hollarda. Nimadir sabab bo'ladi endi bunga. Katta kichik voqealarning farqi yo'q. Odamlarimiz nimadir bo'lganda, nimadir o'zlariga sal qarshiroq bo'lganda yoki o'zlarining xohishlariga zidroq bo'lgan paytda adolat bormi o'zi bu dunyoda deb borishadi. Boshqalar yana shunga o'xshagan boshqa so'zlarni gapirishadi, lekin shularning ichida yana bitta hammamizni qulog'imiz o'rgangani yerda adolat yo'q, adolat osmonda deyishadi. Qidirman yerdan deyishadi. Mana shu gaplarni, adolat osmonda degan gaplarni kimlar o'ylab topgan, kim aytgan, qayerdan o'qib aytgan, kimdan eshitib aytgan, men bilmadim, lekin haqiqatda ham o'zi aslida adolat yerda yo'q. Adolat osmonda, ya'ni u Allohning adolati, yaratuvchining adolati sifatida biz tan olamiz. Odamlar endi uni nimagadir o'zlarining hayotiga, o'zlarining darajalariga tenglashtirib olishgan. Qanday adolat bo'lishi mumkin agar odamlarning nazdida bo'lsa? Biz tug'ilamiz, o'samiz, ulg'ayamiz, keksayamiz va keyin foniy hayotni tashlab, boqiy hayotdan bir narsalarni umid qilib ketamiz. Ketish adolatdanmi? Mana shunday yaxshi zamon, go'zal zamon, quyoshli, oyli, yulduzli osmon, suvli, haroratli, erkinli, ekinli zamin. Shunda yashaymiz, ota-onamiz, qadrdonlarimiz, do'st, qadrdon, seviklilarimiz bo'ladi. Shuni hammasini tashlab ketish, o'lib ketish adolatdanmi? Odamlar nazarida bu adolatdan emas. O'sha 100 yashar kampirni oldiga borib, seni o'ldiraman deb bir o'qtalsangiz, agar biron bir qurol bilan boshqa bilan zug'um qilsangiz, albatta u qo'rqadi. 100 yoshli odamni ham o'lgisi kelmaydi, ketgisi kelmaydi, lekin bu hayot bu. Hamma kelganlar ketish kerak. Bu Allohning adolati. Agar hech kim o'lmasin desak, demak yangilar ham tug'ilmasligi kerak bo'ladi. Yangilar tug'ilishi uchun, yangilar yangi yurak, yangi mehr, yangi muhabbat, yangi fikr, yangi aql, yangi kuch-quvvat bilan tug'ilishi uchun eskilar bu dunyodan o'tishi kerak. Bu adolat bu. Odamlar adolat bormi, yo'qmi deydi. Ko'pincha biz adolatni o'zimizni manfaatimiz zada bo'lganda, manfaatimiz, bizning xohishlarimiz xafa qilinganda adolatni eslab qolamiz. O'zimiz yaxshi yashab, yayrab yurganimizda adolatni ko'p ham o'ylamaymiz. Chunki u bizni tanamizda emasdi, u bizni qonimizda emas. Biz uni o'ylab, to'qib, eshitib o'zimizga qilib olganmiz. Aslida adolat bizniki emas, u yaratuvchiniki. Qaysi hozir shu zamonda tug'ilmasdan bundan 1000 yil oldin Chingizxon hammani shu yo'lda kelayotgan, hammani qilichdan o'tkazib pichoqlab ketgan zamonda tug'ilsak, adolatdan bo'lgan bo'larmidi? O'sha adolat bo'larmidi bizning nazdimizda? Yo hozir shu bugungi kundagi yosh avlodni, hattoki mana bizning tengilar ham 1941-yildagi urush zamonida tug'ilib, urushlarga ketib, ota-ona, yor, oila bu yoqda qolib ketib, o'shalarda darbadar yo'q bo'lib, yaralanib, o'qiyib, o'shalarda o'lib ketib, o'shalarda dafn qilinib ketsak, o'sha adolatdan bo'larmidi? Agar adolat bo'lmasa, ularning haqqi, huquqi kimda qoldi endi ularning? Ana shaxsan ikkita amakim o'sha nimasi bittalari Belarusiyani tuprog'ida qolib ketganlar, o'shalardan keladi hali xatlar boshqalar. Qani adolat?
Yerda adolat yo'q. Yerda mana shu sizu biz qurgan hayotimiz bor xolos. Yaratgan Tangri taolo odam ato bilan mama havoni yerga qo'ydi. Mana yashaylar dedi, qanday yashashni o'rgatdi. Odam alayhissalom Allohning o'zidan ibrat olib, o'zidan o'rnak olib, o'zidan bu hayotni balandpastni o'rganib tushgan. Toshi bugungi kungacha keldik. Bu dunyo yaratilgandan beri urushsiz turmagan ekan. Albatta yerni yuzini qaysidir qismida albatta urush ketar ekan hamma zamonlarda, hamma davrlarda ham. Agar mana shu 2026 yilda o'zini olib qaraganimizda ham hamma yoqda urush ketyapti. Bittasi tugab ikkinchisi, ikkinchisi tugab uchinchisi, uchinchisi tugamasdan ustiga 4-chi va 5-chilari ulanib ketaveradi. Mana kuni kecha yana ikkita musulmon davlat Pokiston bilan Afg'oniston o'rtasida urush boshlandi. Kimga bu yerda adolat qilinish kerak? Afg'oniston xalqiga adolat qilinish kerakmi? Yo Pokistonni boshlagan urushini adolatli deb baholashimiz kerakmi? O'zi hali bu yoqdagi urushlar tugagan yo'q. Boshqa qit'alarda ham ketyapti urushlari. Mana bu fikrni keng ochib qaraydigan, Xudoga ha deb nola qilavermasdan, nimaga menga qilmading, nimaga anunga qilding Xudo? Nimaga menga bermading, anunga berding? Adolating bormi o'zi? Shumi adolat? Bu adolatdanmi degan yozg'irishlarni ko'p gapirmaslik kerak. O'zbekiston bitta mamlakatda bitta rahbar bo'ladi. Ikkita rahbar, uchta rahbar bo'lmaydi. Demak, kimdir rahbar bo'lib turgan bo'lsa, mana shu adolatdan. Va uni shu bugungi qilayotgan ishlari uni adolatidan. O'zi aytiladi o'sha mashoyixlarimizning gaplarida aytiladiki, agar Alloh sizga nimanidir yaxshi narsani tuhfa in'om qilgan bo'lsa, bu Allohning adolatidan. Agar boshingiz bir baloga giriftor bo'lgan bo'lsa, bu o'zingizning uquvsizligingizdan deb aytiladi. Alloh bandasiga zulm qilmaydi va adolat bilan bizni yaratgan va bizni saqlab qolgani bo'ladi. Mana bu adolat bo'ladi. Yaratganning adolati bandasini emas. Bandasi hech narsani ixtiyor qila olmaydi. Tug'ilishni ham ixtiyor qila olmaydi. Ana ota-onadan tug'ilaman ham deb ayta olmaydi. Ya men bir ikkita ukam oldin tug'ilsin, men eng kenja bo'lib tug'ilaman, ular ikkitasi akam bo'ladi, meni himoya qila oladi deb ham shuni ham evlolmaydi. Bitta qorindan talashib tushgan bo'lsa ham. Bu yaratgan Tangri taoloni bandalar ustidagi, o'zini yaratgan odam zoti ustidagi adolatidir. Ana shu adolati bilan o'lchaydi. Endi bizda shunaqa, shu o'ringa men o'tirishim kerak edi, shu mansab meniki bo'lish kerak edi. Kimdir shu orqadan yo'dan ish qilib mendan o'tib ketdi, shuni egallab oldi deb o'ylaymiz, adolatsizlik bo'ldi deymiz, adolat qilmadi deymiz. Aslida bu yer yuzida bo'layotgan oddiy bir harakatlarning natijasi, samarasi xolos. Qanaqa adolat bo'lishi mumkin? Va o'zimizga kelganda yuqorida aytganimizdek, biz o'zimizga yaxshi bo'lib turganda, biz ishlarimizni o'ylagandek amalga oshirib, chiroyli bo'lib, haligi ishlarni qilib, pul to'plab, mol dunyo, shon shuhrat, bola chaqa katta qilayotgan paytimizda hamma narsa adolatlidek tuyuladi. Lekin o'ylab ko'rishimiz kerak. Shu bizga adolatli bo'lib tuyulgan noz-ne'matlarni, darajotlarni boshqalarda yarmi ham bo'lmasligi mumkin. Shu adolatmi? Biz o'zimizga nisbatan adolat deyotganimiz boshqalarga nisbatan adolatsizlik bo'lishi mumkin-ku. Mana shu nuqtai nazardan aytaman. Adolat yerda yo'q, adolat osmonda. Va uni egasi bor, adolat qilinishi xohlagan adolat qiluvchilarni buyuk zoti bor, yaratgan Tangri taolo. Ulamolarimiz ayniqsa aqiqa to'ylarida, amr va ma'ruflarda ko'p gapirib qolishadi. Eshitgansiz shu gapni. Alloh o'zi xohlagan bandasiga o'g'il beradi. Alloh o'zi xohlagan bandasiga qiz beradi. Alloh o'zi xohlagan bandasiga qiz ham, o'g'il ham beradi. Alloh o'zi xohlagan bandasiga faqat o'g'il beradi, faqat qiz beradi. Yana Alloh o'zi xohlagan bandasiga mutlaqo qiz ham, o'g'il ham ato etmaydi, bermaydi. Hali bolani tirnog'iga zor bo'ldi degani, tirnoq so'zi shundan olingan. Bola tugul, bitta bolani tirnog'i bo'lsa edi deb armonda o'tib ketgan odamlar bor. Ular ham
shu yozg'irgandir Allohga, murojaat qilgandir, iltijo qilgandir. Xudoyim adolating shumidi? Bu Xudoyimning adolati. Va mana shunday adolati bor bo'lganligi uchun ham mana shu sayyoralar, shu koinot, shu borliq mavjudot ushlab turadi. Bir daqiqaga tasavvur qiling, maktab paytida o'qigan ilmlarimizni ozgina qiyoslasak, astronomiya o'tganmiz hammamiz. Mana Quyosh sistemasi, Quyosh atrofida 9 ta 10 ta sayyoralar, har bir sayyorani o'zini yo'ldoshi bor. Mana bizning bitta yo'ldoshimiz Oy, boshqa sayyoralarda 7 ta, 8 ta, 4 ta, 5 talab sun'iy tabiiy yo'ldoshlari bo'ladi. Yerni yerdek qilib, kichkina qilib yaratgani adolatimi Xudoni? Yo'q, bu nima? Adolatsizlikmi? Shuncha xalq shu bitta yer yuzini kichkinagina bitta planetani, kichkinagina bir sayyorani 100 yil umr ko'rib, hamma yog'ini aylanib ko'rib chiqa olmaymiz. U shu darajada bahaybat, shu darajada katta, zalvorli, lekin u Quyoshning oldida kichkina narsa. Quyosh undan bir necha 100 marotaba hajmi ham katta, harorati ham baland va o'zini umuman ushlab turish kuch-quvvati ham baland. Mana shu sayyoralarning hammasini ushlab o'zini kuchiga tortib turadi. Shuni adolat qilib joy-joyiga o'rnatgan Xudo. Endi siz agar mabodo shu yerni massasini, yerni hajmini Yupiterniki yoki Saturnnikiga solishtiraman desangiz bo'ldi, hammasi tarqab ketadi. Chunki har bittasini bog'lab turuvchi adolat ipi bor. O'sha iplar bilan bog'langan. Biz boshqa sayyoralarni aytyapmiz, agar mana shu Oy o'zimizning yerning tabiiy yo'ldoshi, u turgan joydan sal nariga beriga surilsa ham bo'ldi, muvozanat buziladi. Mana shu Allohning muvozanati uni adolatidir. Yer Quyoshdan xafa bo'lsa, sen mendan shuncha kattasan, nega san emas? Men bunaqa kichkina bo'lib qoldim, men katta bo'lishim kerak desa, Quyoshdan 300 martalab, 300 ming martalab katta yulduzlar bor koinotda. Ular nima deyish kerak? Bu Quyosh nima deyish kerak? Agar tili zaboni bo'lsa, yaratgan Tangri taologa, Allohim, men nimaga bunaqa kichkina qilib yaratding? Mana anu falonchiday bo'lsam bo'lmasmi deb aytadimi yo indamasdan ko'nadimi? Ayniqsa mana shu internet paydo bo'lgandan keyin odamlarning qo'lida smartfonlar, iPhone'lar paydo bo'lgandan keyin bularning yoniga yana turli tuman mamlakatlarning har xillaligi iPadga o'xshagan yoki nimalarga o'xshagan, Androidlarga o'xshagan narsalar chiqib ketgandan keyin odamlar ko'p adolatsizlikdan noliydigan bo'lib qoldilar. Do'stlar, mana shu yashash sharoitimiz, Xudoning sizu bizga bergan inoyati o'zi adolat. Adolat yo'q, bu O'zbekistonda adolat yo'q, bu vazirlarda adolat yo'q, yo yana kimlardadir hokimlarda adolat deyishadi. Adolat mana shu bo'layotgan voqealarning hammasi sizu bizni zamonimizda, vaqtimizga o'lchab berilgan adolatni bir ko'rinishi, bir miqdori shu. Biz adolat deganda o'sha keng ma'noda tushunishimiz kerak. Odamlar yaratgan Tangri taoloning ismini, ya'ni o'sha odil deymiz, haqiqat bilan, rostgo'ylik bilan, chin tarozilar bilan ishlaydigan bir tushunchani, tuzumni odamlar o'zlariga o'zlashtirib olishgan. Aslida odamzodda hech qaysi birida adolat yo'q. Va ular to'g'ri harakat qilishi mumkin xolos. Adolatli deb baholaymiz biz uni. Ular to'g'ri harakat qilayotgan bo'ladi. To'g'ri nisbatga aytaylik harakatlarni boshqalarni o'lchab qilayotgan bo'ladi. Lekin o'sha ham yoqmaydi o'zi aslida bizning odamlarimizga. Mana shu jihatidan men istardimki, shu dunyoda nima bo'lgan taqdirda ham ko'nikish degan narsa bor. Mana shu hayotingizga ko'niking deydi. O'sha Qur'oni Karimda ham o'sha sizlarning hukmdorlaringiz, hokimlaringiz xalqqa qarshi ketayotganday tuyulgan taqdirda ham ularga qarshi gapirilmaydi, ularga qarshi qurol ishlatilmaydi degan joylari bor. Ulamolarimiz juda yaxshi bilishadi uni, falon sura, falon oyatida deb keltirishadi. Biz eshitganimizni aytyapmiz xolos, uni ilmini olmaganmiz. Hadislarda misol uchun shu keladi, adolat haqidagi, tushuncha haqidagi gaplar. Lekin hammasiga biz baribir ko'nishimiz kerak.
Sababi boya aytganimizdek, ko'nmasak o'zimizga boshqa ota, boshqa ona yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Yarata olmaymizmi? Shu otani o'g'limizmi? Mana shu onani jigarbandimizmi? Shu otaga, shu onaga ko'nishimiz kerak bo'ladi. Boshqachasiga bo'lsa o'zimizdan chiqib ketamiz. Qutblarimiz almashib ketib qoladi. Tepa pastga, past tepaga bo'lib ketib qoladi. Agar adolat bo'lmaganda edi, har bir aytaylikki sayyorani, har bir yulduzni o'zini o'rni butun koinotda aytilgan shunaqa joy bor. Biz yulduzlarni, oylarni o joyga ilib qo'ydik deyilgan. Bu shunchaki gaplar emas, buni tagida ummonlar qadar bir haqiqatlar yotibdi. Uni egasi bor, uni haqiqatni har bir yulduzni, oyni, sayyorani, boshqani ilib qo'ygan egasi bor. Mana shu uni adolati. Va biz ham bugungi kunda adolat haqida ko'p yozg'irmasdan, shikoyat qilmasdan, safsata to'qimasdan mana internetlarda, boshqalarda adolat qilish kerak. Yana bir marta eslatib o'tamiz, biologiyani azizlar, bitta farzandni tug'ilishi uchun o'qigansizlar buni ko'p marotaba 300 milliard imkon bor ekan. Odamzod o'zini ko'zi bilan ulg'aymaydigan, faqat hali nimalar bilan mikroskoplarda, boshqalarda bir necha ming marta kattalashtirib boshqa qilib ko'ringanda, o'rganganidagidek, ya'ni o'sha 300 urug'dan bitta odam bor, ya'ni ikkita odam dunyoga tug'ilar ekan, egizaklarni agarda nisbat qilib oladigan bo'lsak. Demak, bu ham o'sha 300 milliarddan bittasi, 300 milliondan bittasi, 3 milliondan ham bittasi deb oling, mana nisbat. 300 mingni o'zidan ham bitta imkoniyatda siz dunyoga tug'ilishingiz adolatlimi, adolatsizmi? Bizga nisbatan adolatli tuyuladi, lekin boshqalargacha. Boshqa yana uka, jigarlar, boshqalar bo'lishi mumkin edi. Demak, mana shu hayotga keldikmi, shu joyda tug'ildik, shu mamlakat, shu yurt, mana shu bizga berilgan odamzod tushunchasidagi adolat degan tushunchaga shu to'g'ri keladi. Mana shunga ko'namiz. Ko'nmagan odamga bu dunyoda halovat yo'q, ko'nmagan odamga tinchlik yo'q. Odamlar aytadi, "Ha, yoqqa borsam bu yerda hayot zo'r, bu yoqqa borsam bu yoqda hayot zo'r" deydi. Xudoga shukr, o'sha yoqda ham hayot shunaqa ekanligini shu internetdan ko'ryapmiz. Ana u joyda ham maza hayot, halovat, maza ekan degan joyni ham shu internetda ko'rsatyapti. Kimlar qanaqalar yashayapti, qaysi hayotda qanday qilib kun ko'rayotganini ham shu internetda ko'rib turibmiz. Shuning uchun azizlar, men aytgan bo'lardimki, adolat osmonda, u yaratgan Tangri taoloni o'zini irodasida bizga berilgan, bizga ajratilgan mana shu qisqagina umrimizni bergan taqdiriga ko'nib, bergan rizqi nasibasiga ko'nib, harakatda bo'lishimiz kerak. Ya'ni harakatdan barakat deyilgan gaplar bor, yana mashoyihlarda. Bu mavzu ham bejiz tug'ilgani yo'q. Mana shu internetda o'sha kuzatamiz, Facebook bor, kuzatamiz, Thread bor, kuzatamiz, Instagram bor va hokazo saytlarda odamlarning ko'p nolayotganligi, shu adolat deb haligi shikoyat qilib ko'ksiga urayotganligi sababidan kelib chiqdiki, adolat qanday edi adolat? Men sizlar tanigan, bilgan Muslimbek Yo'ldoshev 3 yoshimda otamni vafot etishi va men 3 yashar bola yetim bo'lib, ota mehrini, otani taftini sezmay ulg'ayib yashab o'tishim adolatdanmidi, adolatdan emasmidi? Bunga men baho bera olmayman, yaratgan Tangri taolo biladi. Xuddi shunga o'xshagan. Ikkita amakim, hozir yuqorida aytdim, shu urushga ketish oldin harbiy xizmatga olib ketgan, urush boshlangandan keyin o'sha odam armiya safida, qaysidir frontda, qayerlardadir jang qilib, boshqa qilib, o'sha yerlarda qurbon bo'lib ketishgan. Endi qarang, savolda endi buvimlarni ikkita haligi zabardast o'qigan, ma'lumotli, savodli ikkita o'g'illari ketib urushda yo'q ketishi adolatmidi, adolatsizlikmidi? Bu shunga ko'nganlar. To o'zlari vafot etib 1977-yilda vafot etdilar. O'shangacha o'g'illarim keladi, bular tirik ekan deb aza ochmaganlar. Chunki shunaqa voqealar shuncha yillar o'tganda ham bo'lgan, chet ellardan darak kelgan, musulmonobod joylardan, Saudiyalardan yo boshqa nimalardan o'shalarga o'tib ketgan bo'lgan, shunaqa xabarlar kelgan kimlargadir.
Bu shu umid bilan o'tganlar shuni. Xudoning adolat deb ko'nib, qolgan ikkita o'g'limga umr bergin, shularni rizqini baland qilgin deb. Yo'q, ko'p o'tmasdan meni ham otam o'tib ketdilar. 4 ta o'g'ildan 3 ta o'g'illari ketdi. Adolatmidi? Bular norasida paytida kasalga chalinadigan, qoqilib suqilib o'lib ketgan odamlar emas edi. Hammasi kamolga yetgan, yetilgan paytida vafot etishgan. Demak, bu ko'nganlar shunga. Yo'ldosh dadam ko'nganlar shunga. Ko'rib, mayli qolganlarning umrini, rizqini, nasibasini bergin Xudoyim deb, o'shalarni oyoqqa qo'yib, shularni o'qitgancha o'qitib, turmushga berib, uylantirib, boshqa qilib, mana shunday qilib Xudoning kunida yashashgan. Va asl hayotni eng mag'iz tarafi ham ko'ngildagi xotirjamlik, ko'ngildagi bag'rikenglik ham o'sha ko'nikkandan keyin chiqadi. Ko'nikish kerak o'zi bu narsalarga. Hammasi Xudoning adolatidan, uni odilligidan. Bandasini o'rtasida adolat yo'q. Biz uni o'zimizcha odamlarga xos qilib to'qib olganmiz. Bu bizning to'g'ri harakatlarimiz, bizga berilgan shu ozgina insof, ozgina tavfiq, o'lchamlarni to'g'ri olishimiz bilan bog'liq xolos. Barchangizga yaxshilik tilaymiz, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yaratgan Tangri taoloni adolatida bo'linglar har doim. Boshinglarda faqat quyoshli kunlar bo'lsin, uylariga bug'doy to'sin, yaxshi odamlarning qadamlari yetsin. Sizlar bilan yana qayta o'tgan ketgan gaplarda ko'rishguncha sog'lik salomatlik tilaymiz. Yana o'sha eski iltimos, obuna bo'lasiz, like bosasiz, yaqin qarindosh do'stlarga, qadrdonlarga ulashib qo'yasiz. Mana shu adolat o'sha bizni ko'nikmamiz ekanligini, unga ko'nikishimiz kerak ekanligini tushunib yetgan oningizdan boshlab hayotingiz juda osuda, juda bir maromda keta boshlaydi. Ishoning, buni o'zimizni boshdan o'tkazganimiz va pir ustozlardan o'qib o'zlashtirganimizni natijasida aytyapmiz. Xayr azizlar, sog' bo'linglar.